Bolam, bu ichimlik energetikning asl nomi qarz olib beruvchi deyiladi. Bu ichimliklarni tez va ko'p miqdorda iste'mol qilish inson sog'lig'iga jiddiy xavf tug'diradi. Bu ichimliklar tarkibida katta miqdorda kofein, shakar va taurin va turli sintetik stimulyatorlar mavjud bo'lib, ular aslida organizmga tashqaridan energiya bermaydi, balki organizmning ichki zaxiralarini sun'iy ravishda sarflashga majbur qiladi. Kofeinning yuqori dozasi qon tomirlarini toraytirib, arterial qon bosimini keskin ko'taradi. Yurak urishi tezlashadi va me'yordan ortiq ishlashga majbur bo'ladi. Bu vaqt o'tishi bilan yurak xuruji va yurak yetishmovchiligi xavfini oshiradi. Energetikning ta'siri o'tgach, inson o'zini avvalgidan ham ko'proq charchagan va holsiz his qiladi. Uyqu tartibi buziladi. Ko'p miqdordagi kofein asab tizimini o'ta qo'zg'atib, stress, xavotir, qo'l qaltirashi, bosh og'rig'i va hatto vahima xurujlariga, panik atakaga sabab bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan organizm kofeinning yuqori dozasiga o'rganib qoladi va xuddi shunday tetiklikni his qilish uchun yana va yana ichish ehtiyoji paydo bo'ladi. Tarkibidagi kimyoviy moddalar jigar va buyrakni qattiq charchatadi. Tish emalini parchalab, kariyesni tezlashtiradi. Energetiklar vaqtinchalik tetiklik beradi, ammo evaziga sog'lig'ingizga jiddiy ziyon yetkazadi. Bolalar, homiladorlar va kasalligi borlarga umuman mumkin emas. Haqiqiy energiyani to'ldirish uchun sog'lom ovqat yeyish, yetarlicha uxlash va tinchlantiruvchi mashqlar qilish, suv ichish va toza havoda sayr qilish ancha xavfsiz.